Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Eslaringizda bo'lsa, biz 3 hafta oldin aksiya bergandik va aksiyaga ulgurib qolgan mijozlarimizda xonadonlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Agarda uy egasi yerda bo'lganda, bir og'iz o'zidan fikrlar so'rab olardik. Bugungi qilayotgan xonadonimiz o'sha sizlar bilgan gibki kamin fasadlardan bitayotgan xonadon. Opshi xonadonimiz 600 kvadrat. Endi bitta o'ylab ko'ramiz. 600 kvadrat 10 ming so'mdan foyda bo'lsa, necha million bo'ladi? Shu akamiz bizni kanalimizga ulanib qo'yib va mana shu aksiyalardan foydalanib qolganlar uchun kamida 6-7 million so'm hozir mana shu xonadonlardan foydaga chiqyapti. 6 millionga bemalol yana qo'shimcha nimalardir ishlar qilsa bo'ladi. Siz ham ulgurishingiz mumkin. Hali 3 kun bor. Ya'ni bugun 29, 30, 31 dekabr soat 12:00 gacha telefonlar ishlab turadi. Pastdagi raqamlarga tez telefon qilasiz. Mana shunaqa fasadlar qildirmoqchi bo'lsangiz, bemalol yozdirib qo'yib 26-yilda bemalol yarmigacha bo'ladimi yoki martgacha bo'ladimi, sekin-sekin qildirishingiz mumkin. Faqat dogovorni qilib, saklab berib, yozdirib qo'yasiz xolos. Endi esa mana shu gibkamin narxlari bilan, ma'lumotlar bilan To'lqin akamiz sizlarga to'liq ma'lumot beradi. Siz esa bitta laykni bosib, bizga obuna qo'yish esdan chiqmasin. O'rtoqlar, hozir promo efirimizda mana juda ko'plab savollarga javob berdik. Yana savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirasizlar. Zinalar haqida ham ko'p so'rashdi. Bugun zinalar haqida video chiqadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Umidjon, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Siz yaxshimisiz? Umid Rashidov YouTube kanali kuzatuvchilari hamda obunachilari. Mana bugun yana Umidjon bilan Termiz tumani Ishqizilga keldik. Yana shu har doimgidek gibki kamin fasadni aboylarimizni yana bir bor obzor qilamiz deb keldik. Avvalo kirib kelayotgan yangi yil barchalaringizga yangi yil bilan qutlaymiz. Hammaga yaxshi kunlar olib kelsin. Mana yangi yilimizga ham 3 kun qoldi, xudo xolasa. Shu 3 kun qolganligi munosabati bilan aksiyalarimizni yana bir bor e'lon qilib o'taylik deb keldik. Sizlarga ilindik. Bu uyimiz shu Ishqizil tumanida bo'lyapti. Hozirgi oq, qora trenddagi fasonlarda qilinyapti. Bu uyimiz ham aslida aksiya narxida bo'layotgan uyimiz. Chunki oyning boshida berganmiz-ku aksiyani, dekabr oyini. Shu oyning boshroqlarida bu akamiz ham aloqaga chiqib zakaz berishgan. Bayramgacha bitirib beraylik deb harakat qildik-ku, lekin bu tomonlarni hali bitira olmadik. Uy ham katta kvadrat. Nima deymiz? Shu bayramga ulgurib qoling aksiyaga, o'rtoqlar. Nech puldan endi 80 mi? Bu hozir shkatorka qilingan uyda shkatorkaning ustidan shu pulni bitirib berishimiz 80 mingdan qilib beryapmiz. Aksiya narxda. O'zi eski narximiz 90 ming, 95 ming shunaqa qilayotdik. Buni menimcha hamma kuzatib boruvchilar biladi, xabari bor. Yangi yilga deb aksiya berganmiz. 2026-yilda ichida qilib beramiz. Xohlagan oyda, xohlasin bahor bo'lsin, yoz bo'lsin, kuz bo'lsin, uchidan zalog berib, yozdirib, kvadratda aytib yozdirib qo'ygan klientlarimiznikini 26-yil yakunigacha bemalol qilib berish sharti bilan aksiyadan zakazlar olyapmiz, qabul qilyapmiz. Endi aksiyamizga ham 3 kun qoldi, mana 31. tugagandan keyin ham zakaz qiluvchilardan nima talab qilinadi yoki ustalardan nima olib kelinadi? O'zi bizdan talab qilinadigan narsa uyda egalaridan doimiy o'zi ikkita narsamiz bor. Ustalarga choy noni bilan lesa bo'ldi, boshqa narsa talab qilinmaydi. Hamma narsa o'zimizdan. Aksiya narxida ham xuddi shu narsa. Faqat lesa beriladi, ustalarga choy noni beriladi, bo'ldi. Boshqa hamma narsa o'zimizdan qilib beriladi. Bo'lsa mana orqa tomonda ish jarayoni bo'lyapti. Bitta ko'rsatib o'tib ketaylik, To'lqin aka. Orqa tomonda hozir fon urilgan, endi aboy yopishtirish jarayoni ketyapti. Mana, o'rtoqlar. Bu yerda mana tepa qora aboylarimiz tagiga oq fon urilgan. Bu oq aboylarimiz tagiga mana qora fon urilgan. Tepadan ko'rsatishingiz mumkin. Qora fon beriladi, ustidan oq aboy yopishtiriladi. Shoflar qora chiqish uchun aboylarimiz sifatiga 10 yil garantiya beryapmiz. Sifatliligi u oldin ham aytilgan, bu aniq narsa. Tagidan qora fon ko'rinib qolmasligi uchun aboylar sifatini oshirib ishlaymiz. Rossiyalik texnologiyada. Endi bor bunday aboylar ham qandaydir tagida fon ko'rinib qoladiganlar. Bizda unday muammolar hali bo'lgani yo'q, bo'lmaydi xudo xolasa bundan keyin ham. Sifatiga 10 yil kafolat beramiz. Aksiya narxdan va eski narxdan farqi yo'q, hammasida kачество bir xil bizda. O'zgarmaydi. Aksiyani berishdan maqsad bizda ham shu xomashyoni oladigan zavodlarimiz bayram oldi bizga ozgina bir yengillik berganligi uchun biz ham shu yaxshi bo'lsin, xalqqa sal foydamiz tegsin deb bayram oldi aksiya berib qo'yibmiz. Yaxshi-da. Bayramdan keyin yana eski narximizga avtomatik ko'taramiz. Ko'tarmasak sababi zavod ham o'zi keyin to'xtatadi, bizga ham yengillik berishdi, shu bilan ko'tariladi narx. Keyingi obyektimiz qayerda?
Keyingi obyektga biz agar uspet qilsak, shu angor Tallimaranga bir kirib o'tsak, u ham shu oq-qora fason sal boshqacharoq. 2025 da o'zi polni oq-qora bo'lib ketdi. Oq-qora bo'lib ketdi. Endi odamlar shu yoqyapti-da. Ham endi oq-qora va chiroyli chiqyapti hamda. Shunday bo'lyapti. Ulgurib qoling do'stlar, mana 3 kunlik aksiyamiz qoldi. Xudo xolasa telefon qilib yozdirib qo'ysangiz ham amal o'tadi. Bo'ldi. 1 Bugun kvadratdan 12% deb berganmiz chegirmani 10 ming, 15 minggacha 1 kvadratdan. 100 kvadratdan 1 million 1,5 million, 200 dan 2 million 2,5 million foydasida. Endi o'sha ham baribir pul. Bir so'm bo'lsa ham ekonom bo'lsin, foyda bo'lsin degan maqsadda aksiya berganmiz. Ulgurib qolganlar juda yaxshi qiladi menimcha. Oyda boshidan beri ham ancha uylarimiz telefon qilib zakaz berishdi. Yana ham kimgadir foydamiz tegsin deb 3 kun qolsa-da baribir shu efirimizni yana beryapmiz Umidjon bilan. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yasiz, qilayotgan ishlarimizga bir fikringizni qoldirasiz. Yana bir bor hammani bayramlar bilan muborak etamiz. Kelayotgan yangi yil hammamizga qut baraka olib kelsin. Uyimizda hali bayramdan keyin mana zaborlar, bu tomonlar bo'ladi, bularni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqlar boshqacha fason bo'ladi. Xudo xolasa mana. Barchaga katta rahmat kuzatib borganlaringiz uchun. Nasib bo'lsa Tunkafon haqidagi videolarimiz ham 1-2 kun ichida chiqadi. Albatta bizni kuzatib borib, videolarga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.